Gulni shoxlatishning ikki xil usuli bor. Misol uchun, shu holatda o'sgan birinchisi uchidagi o'suv nuqtasini olib tashlaysiz. Ikkinchi usuli olasizda buni kesib tashlaysiz. Bu holatda kesganingizdan keyin tagidan shoxlab chiqadi va uchinchi usuli shunchaki olib kesib tashlash kerak bo'ladi. Bir qo'lda qiyin aytyapti ozgina. Olamiz, kesamiz. Ozgina beshavqatroq bo'lish kerak. Bo'ldi. Shu holatda kesib qo'yasiz. Bo'ldi, shoxlab chiqadi. Bu gullarning bitta ajoyib xususiyati bor ekan. Tepa tomonini olib tashamaydigan bo'lsangiz, buni shoxlab turib o'smas ekan. Yakka hukmronlik bor ekan. Yuqoriga qarab beraveradi. Qachon o'zi to'ygandan keyin pastidan bitta ikkita chiqarib qolishi mumkin. Bu holatga olib kelmaslik uchun buni kesib tashlaymizda bir xilla qilib tagidan shoxlatib o'stiramiz. Xudo xohlasa natijasini qo'yamiz. Kesish kerak. Sovuqqonlik bilan kesish kerak.